Shu qo'limdagi kichkinagina paketdagi narsalar 1 million bo'ldi desam ishonasizmi? Ko'pchiligingiz yozga mos budjetli yengil tonalni krem so'ragansizlar. Ammo qimmat Chanel boru, o'shanga birga bir analog. Gapimga ishonmasanglar kutib turinglar, bu ikkalasini solishtirib yaqinda reels qo'yaman. Juda ham ko'pchilik bu taroni qolgan tarolardan hech qanaqa farqi yo'q deb aytadi. Chanel italyanskiy brend, lekin shaxsan men uchun bu taro shu kungacha ishlatib ko'rgan tarolarim orasidagi eng zo'ri. Oxirgi 3 oy ichida meni eng yaxshi ko'rgan tushimga aylangan tush. Pupa brendining aynan shu fioletoviy rangli tushi. Bir martagina shundan ishlatib ko'ringlar, ishoninglar, boshqa tushga o'ta olmaysizlar. Va 3 ta pomada oldim. Bunaqa rang hech qachon meni kosmetichkamda bo'lmagan. Qaranglar, buni qanaqa chiroyli. O'sha o'zimni stilimga sodiq qolgan holda tanlangan pomada, qaranglar. Buni estetikligini qaranglar. Va bu eng och ranglisi, tabiiy nudoviy rang. Pomadalarni labimga surib ko'rsatib bermoqchi edim, lekin video uzun bo'lib ketyapti. Hozir obuna bo'lib qo'ying, chunki keyingi videoimda bularning labda qanaqa ko'rinishini ko'rsataman.